Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Asqarjon apandim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Assalomu alaykum Asqarjon apandim, yaxshimisiz? Rahmat va alaykum salom. Asqarjon apandim, men o'zim chet elga chiqqan 2-3 yildan buyon, ya'ni sizning ko'plagan xizmatlaringizni o'zbekiston televizorlarda, radiolarda o'zbekisiz anglab turyapman. Ya'ni bu chet eldagi inqilobning ya'ni boshlamchi sifatingiz bilan ya'ni xizmatlarni qilyapsiz. Ammo sizning nurg'unlar balkim ko'plar bilishi mumkin, atlisi men va boshqalarimiz sizning hayotingiz haqida pek az ma'lumot bilamiz. Ya'ni sizning anladım chet elda tug'ildi deb anladim. Men bu haqda bir o'zingizni qisqacha bir ya'ni sizning hayotingiz haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, sizdan so'raydigan savol bek ko'p turdi. Vaqtimizdan herhalde bir necha savolimni bir bugun so'rab olay. Albatta sizni bir tonigan bo'lsak. Ko'p rahmat meni ziyorat qilganingiz uchun. Men 1958-yili G'o'ljida tug'ilgan, keyin 1961-yili ota-onalarim bilan Afg'onistonga chiqib ketgan. Afg'onistonda 6 yil turib 1967-yili Turkiyaga kelgan. Turkiyada 1974-yilga turib, undan keyin 74-yilning oxirlari Kipr degan orolga. Bu Kiprda gimnaziyani tugatib, undan keyin oliy o'qish, oliy ilm olish uchun Germaniyaga 1979-yilda Germaniyaga kelgan. 1970-yildan, ya'ni hozir 31 yilning yog'i men Germaniyada turyapman. Shu Germaniyada oliy maktabni o'qidim. Hozir o'zimizda hukumat kadri bo'lib 20 yilni oshdi. Hukumat idorasida ishlab kelyapman va 1989-yillardan tortib hamda bizmi bu g'arbda cho'ng bo'lgan bo'lsakmi, albatta bizningki vatanimiz Sharq Turkiston, qanimizningki to'kilgan yeri, kindigimizning kesilgan yeri Sharq Turkiston bo'lgan uchun Uyg'urlar uchunmi bir narsalarni qilish ehtiyojini his qilib 1990-yillari hurmatli akamiz Erkin Kan bilan, Anvarjon Kan bilan va Ömer Qanotlar bilan biz g'arbdagi dastlabdagi Yevropa Sharqi Turkiston birligini qurib chiqqan. Yevropa Sharqi Turkiston birligida hamda eng tövandagi amaldoridan eng oxir 7 yil raislik kishi bo'lgan vazifalarni ib berib, hozir masalan Sharq Turkiston Milliy Qurultayining qurilishda riyosatchilik ishlarini ib borgan, keyinlikka Dunyo Uyg'ur Qurultayining, ya'ni yoshlar qurultayi bilan Sharq Turkiston Milliy Qurultayining birlashib Dunyo Uyg'ur Qurultayining 2004-yil qurilishda albatta yana vazifalarni ib berib, hozir 2006-yilda buyon Dunyo Uyg'ur Qurultayi muavin raislik vazifasini ib kelyapmiz. Qo'limizdan kelganicha albatta Uyg'ur millatining besida bo'lgan bu falokatni, bu besimni xalqaroda anglatish, xalqaroda u yerda bo'layotgan har qanday haqsiz qonxo'rliklarni dunyo jamoatchiligiga tanitish uchun faoliyatlarni ib beryapman. Men o'zimningki 4 bolasi bor. Degandek men vatanda 2-20 yil turdim. Kichik vaqtda 58 tug'ilib 61-yilda chiqib ketib deganmiz. Shunda bo'lsa-mu degandek adam vatansizlikninki jafosini tatdiq. Ya'ni vatani bo'lmagan bir millatninki qandaq mayli qaysi davlatda tutsin, qanchalik uyalarda xo'shul xoram rohat yashab ketsa-mu, yana o'z vataniga bo'lgan bir hasratning bo'lganligini, yana o'zini uyada o'z vatanidek his qilmaydiganligini men tuyib his qilib cho'ng bo'lgan biri. Shuning uchunmi deganda qo'limizdan kelgancha vatanimiz, millatimiz uchun bir ishlarni qilishga kirishib keldik. Rahmat Asqarjon apandim. Sizdan hozir Yevropada bo'lib Germaniyada qilayotgan xizmatlaringiz haqida savol so'rasam,
keşfok sorsam tügemeýdigan jyk işleriňiz barlygy enek. Sizden mundaq bir näsini sorgym geldi. Siz Ýewropada bolupmy? Yani tunji qitim erkin alıp tekin efendim siz ve Envercan efendimle bu teşkilatlanyş asas sagıçylar hemde siz mesela Şarkı Türkistan Milli Kurultayını kurgan mesela. Siz bu çeteldiki Uygur teşkilatlardan qandaq bir ümitlerini kütüsüzmüş teşkilleniş cəhətdə yoki xalqdan qandaq bir ümitleriniz var? Şu vaqtda bir arzularyňyzy sözläp bergen bolsaňyz. Endi bizningki Uyg'ur xalqiningki g'arb davlatlarga kelishi tehi 90-njy ýyllarning başlarında boldy. Yani deyli 20 ýyl, eşip gelse 20 ýyl ýa aldı. Kendi hesaplaganda 15-20 ýylyň ýagy. Şunda bolsam hazır g'arb davlatları diye Germaniya bolsun, Belgiya bolsun, Gollandiya bolsun, Şweýsariýa, Şwesiýa, Norvegiya, Angliya, Finlandiyaga qatarlıq dövlətlərdə əmdi Uygurlar yaşap kelibdi. Bu yerdeki Uygur bayada iş qılıp bir təşkilat var. Məyli bu təşkilat köp iş qılsın, məyli az iş qılsın, lekin bir təşkilatnınki boluşu yaxşı. Məsələn, Avropada da, Germaniyada şu vaqtda bir Uygur təşkilatı qurulmagan bolsa, bəlkə bugün Germaniyada 600-ge yaxın Uygur yaşap turbatdı. Ulan bu yer kemməsligi mümkündür. G'arbki bu yer kelmaganki balki boshqa Yevropa davlatlariga mo kelmasligi mumkin. Demak ki, shu vaqtda bir tashkilot qurilib qolgani uchun buni tuyg'un har kim Germaniyada bir Uyg'ur tashkiloti bor ekan, bu Uyg'ur tashkiloti ashadagi Uyg'urlarning masalalari bilan shug'ullanadi ekan, Uyg'urlarga qo'ldan kelgancha yar yo'lak bo'ldi ekan degani uchun bu yer kelib hozir Münih hamda Yevropada eng jiq Uyg'ur turayotgan bir jamoatchilik aylanib qoldi. 500'ge yakın Uygur Germaniyanın Münih şehrinde turdu ve aynı zamanda hazırgıça faaliyet ipirvatkan bütün teşkilatlarınki meyli Uygur Yaşları Kurultayı bulsun, meyli Şarkı Türkistan Milli Kurultayı bulsun, hazır meyli Dünya Uygur Kurultayı bulsun, bu kurultayınki asasını Germaniyadaki Uygurlar saldı. Germaniyadaki Uygurlar hazır mesela Dünya Uygur Kurultayı bana halk arada Uygurlarga vekaletçilik kılıp siyasi sahnede Uygur davasını götürüp çıkıvatıdı. Elbette bu teşkilatlarımızın kılıvatkan işleri yeterlik mi? Elbette diyendek emez. Diyendek emez. Bunun məlum sebepleri var. Diyendek başta tılını diyendek bilip ketmeydi. Çünkü yeni çıkan boğan için yurttaşım. Onun için bir yani ki siyasetini, yol yorukunu diyendek bilmeyimiz. Ama şunda bolsa mu her yerdeki teşkilatlar özünün şaraitini maslışıp qo'ldan kelgan işlerini ep beryapti. Men shunda umid qilamanki, kelgusida bizning mishada cho'ng bo'lgan avlodlarimiz bu ishni texmi undan ep baradi, texmi yuqori pallaga ko'tardi deb umid qilaman. Rahmet. Asqarja efendim, yakınki yıllardan buyan bolupmu şu hazırki 7. ayının 5. gündən buyan Xitayning Uyg'urlar qaratgan siyosatida, yani bu 5. yıl vakasından keyin acayip çoğun özgürlükler buladı da otimiz her xil yani besimler kişiyordu ve başka degендek. Sizce Dünya Uygur Kurultayının bunundan keyinki bazı bir mesela Xitay qaratgan siyasetlerde bir özgürlüş buluş ihtimallığı var mı? Veya ki sizce Xitayning Uygurlar qaratgan siyasatida bundan keyin yeni başka texmi çoğun özgürlüşler buluşu mümkün deb his qilamsiz? Dünya Uygur Kurultayı meyli Ürümçi vakası bolsun, meyli bolmasun, elbette ki onun ipbagan faaliyetleri baştan beri enik. Eşedki Uygurlarınki öz erkinlikini kolga iliş ve özünü hür ifadelep insanga okşaş bir yaşaş şaraitini to'ldirib berish. Shuning uchun kurash ipbadi. Bundan keyin mo davamlashadi. Bundan keyin mo masalan oxirgi yillarda Uyg'ur masalasi xalqaro sahnada haqiqatan xalqarolashdi desak bo'ladi. Xalqarolashdi desak bo'ladi. Bugun masalan faqatlan bir Uyg'ur kelimasini nimaga kompyuterga urilgan bo'lsak, minglarcha maqola chiqadi Uyg'urlar to'g'riliq, minglarcha reportlar chiqadi Uyg'urlar to'g'riliq yozilgan ve bunu biz albatta bütün shu Dünya Uyg'ur Kurultayı'nınki tarkibidagi bizninki yurtdoshlarimiz bilan birga elib boramiz. Albatta bu faaliyetlerimizni bugün bizning davomimiz Avrupa parlamentosida bo'lsin, Germaniya parlamentolarida bo'lsin, ya bo'lmasa Kanada parlamentolarida bo'lsin, mesela Amerika Kongresining Türkiye parlamenti bo'lsin, boshqa davlatlarninki parlamentolarida majlisida ko'rishiladigan ve shunlarning kun tartibiga kirib
şu yerde müzakere bulunan bir halga geldi. Bu biz Uygurlar için çok bir utuqluq. Elbette bizning bu hizmetlerimiz bunundan keyin işip küçüyüp bağansırı devamlaşıdı. Xitayning siyosati bo'lsa, Xitoy bizni 1949 yılı besib olganning yağı kündün künge besimni bostirib kelyapti bizga. Kündün künge bo'ylaqi insoniyatchilikdan chiqib, yani endi bir ulanma insan bo'lgandan keyin aslida yani bir insonga bir mehri bo'lish kerak, lekin demak bularda o mehr yo'q. Naiti vahshiyona bir bizlarni yo'qotish asimliya politikasi ifade hazır. En bunun endi baran vaqalar bo'ldi, g'olji vaqalar bo'ldi. Endi eng oxir o'tgan 7 oyning 5-i Ürümçi vaqasi. Ürümçi vaqasiningki chiqishi bizdagi mushu 60 yilning yog'i bo'lgan her türlü bisimninki eng oxirida bir yerdan portlab chiqishi deymiz. Bunun chiqish sababi albatta ki Şongan oyuncak fabrikasida Uygurlarga tecavüzlük kılıp Uygurlarınki öldürülüşü bolsunmu, ama 60 yıldaki besim ve bununla boğan narazılık ve bununla çıdılmagan Uygurlarınki özünün bu narazılığını ifadelaş üçün tinçlik yollar bilen bağan bir hareketi bunu Xitay yana her vaxtki oxşaş naiti qanlıq bastırdı. Bunun qanlıq bastırısı mı? Bu elbette bu hareket toxtumaydı. Çünkü bir yerde adaletsizlik bolğandan keyin bir yerde bir insan oxşaş yaşaş hakkını tanımagandan keyin bununla karşı çıkıdı. Bu tabii insanın tabiatı bolğan bir narsa. Onu ölüşünü mü közge aldı? Nece oğlanlarımız, kızlarımız, yaş kızlarımız muşinimde şehit bulup ketdi. Ularga Cenab-ı Allah'tan rahmet tileyimiz. Ama elbette müstakillikni qo'lga ilish için, erkinlikni qo'lga ilish için vaqti saati kelganda qon to'kishgimi, jinimizni berishgimi, her türlü fedakarlıkni qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Bu yalnız bizning beshimiz kelgan emas, mustaqillik harakati ep bo'lgan bütün milletler elbette qini bilan, jini bilan fedakarlık qilib mustaqillikni qo'lga keltirgan. Hozir mana bizning kahraman halkımız, kahraman oğlanlarımız degandek özünün cinin pahasına namayişlarını ötküzüp hükümetle karşı turvatıdı. Eğer Xitay hükümeti siyasetini özgertmey, o urup, sokup, öttürüp tüyütümen dese bununla gücü yetmeydi. Biz Xitay özü bizni 10 milyonga yakın deydi nüfusumuzni. Biz 20 milyon deymiz, 20 milyon üstüde deymiz özümüz. 10 milyon, 20 milyon insanın hemmisini urup tutuşu mümkün emez. Qanchalik besim köpeyse, şunçilik nefretmi köpeydi. Şunçilik onun karşı reaksiya karşılık çıkıdı. Şunun için Xitay hükümeti bir yerde ularga halkımızga erkin yaşaş hakkını veriş gerek. Şu onki Xitay'nınki besib algan topraqı. Bu toprak ezelden, tarihten atıp Uygurlar yaşap kelip atkan, Uygurlarınki ana yurdu, Uygurlarınki vatini. Şunun için üyedimi ulanın öz vatinide erkin yaşaş hakkıga ege buluş gerek ve bu küreş degendek şu nişanımızga, şu maqsadimizga yetkişe devammıştır. Rahmet Asqarcan efendim, sizden soraydigan nazik bir mesele. Hazır bu çetellerde bulup mu? Hem vatan işi bilen alakamız yok. Yani köp sandıklar, yani biz siyasi geplerini kılış bulanmayımız. Çetellerde mesela torbetlerde bolsun ya ki egizlerde bolsun, bunda bir bazı bir ekim gepler ekodudu. Bu garip Uygurlarga yardım kımidi. Yani bula bir oyun oynagandek. Dep Uygurlarning mesela insan hakları teşkilatları hem Uygurlar için yardım kılmayodu. Yani bula 7. ayının 5. günü asıl bir söz dep koydu, bir işlerini qilib koydu, ondan keyin taşıp etti. Uygurlar ne mesela Tibetlerdek yoki Kürtlerdek hech qanday qo'llamayodu deydigan bunda bir ko'z qarashli insonlar bo'ladi. Sizce bularning qanday bir asosi bor yoki astirdan qo'llayotmidi yoki bu hozir siz bu shaharning qo'llashi yetarlikmi? Elbette G'arbniki qo'llashi yetarlik emas, yani buni deyishimiz kerak. Ama hiç fakat mı qo'llamadi desak, bu nahaqsizlik bo'ladi. Bizning masalan Yevropa parlamentosi bo'lsin, ya unsa degandek bazı devletlerninki, Kanada'nınki, Türkiye, Germaniya, Amerika olsun Uygurlarni qo'llab qarorlar chiqadi.
Yani bununla yani közümüzni jummasak yani bulmaydı ama bu bizge bergen destiki bizge bergen himayesi biz arzulagan derecede mi desek elbette biz arzulagan derecede mi emas. Bununla başta Uygur halkını bulanın degende yeterlik tanımaganlığının rolü var. Onundan keyin bugün Xitoyninki dünyanın emdi 4-5 devletninki kudretlik 4-5 devletninki biri bo'lganligini bizning unutib qolmasligimiz kerak. Bu Xitoy bilan bu devletlarninki hammasininki ticari ve başka medeni alakaları var. Bu alakalara ziyan kelib qolamdiki deb o'ylaydi albatta. Bu mu bir yerde tabii lekin biz kundan kuniga bu davlatlarninki qo'llayishini borgan sari kuchlik bizni qo'llab kelyotidi borgan sari masalan o'tgan yil 11 oylarda Yevropa parlamentosi Uyg'urlarning o'sha bo'lib Urumchida bo'lgan qonliq bostirish nemisini Xitoyni tanqidlab, Xitoyni ayblab bir qaror chiqardi. Shuning uchun biz albatta bu bizni ularning himoya qilishi bizga bergan dastiki yetarli darajada bo'lmi? Siz emas, faqat himoya qilmayapti deyishimiz to'g'ri emas. Ama ammaviy xalqaro tashkilotları bizni oxirigacha qo'llayapti. Yani bu nimde %100 hem de mayli qaysi xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsin, mayli Xatar asl millatlarni qo'g'dash tashkiloti bo'lsin, mayli xalqaro inson haqlari tashkiloti bo'lsin, mayli inson haqlarini ko'zitish tashkiloti bo'lsin, shu inson kishilik huquq bilan aloqaliq qaysi tashkilot bo'lsa bizning da'vomizni qo'llab quvvatlab keldi ve bular bilan nayti moslashib undan ishlab kelyapmiz. Ziyaretimni qabul qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Inshaalloh yana bir qatimliq ziyoratimizni yana davomlashtirib qolgan sizdan so'raydigan savollar bek ko'p. Inshaalloh shundaq vaqti-vaqtida sizdan uchrashish fursatiga ega bo'lsam, har zaman suhbatimiz davomlashib tursin deb qarayman. Ko'p rahmat ziyorat qilganingiz uchun yurtdoshlarimizga salom berdim.